Assalomu alaykum, hurmatli sahiy kargo o'quvchilari. Hozir men sizlarga 1688 programmasini registratsiyadan o'tishni o'rgataman. Buning uchun shu programmaga kirib olamiz va mana bu burchidagi dumaloqchaga o'tib olamiz. Shu dumaloqchaga o'tib olamiz. Bu programmaga shu dumaloqchaga o'tib olgandan keyin mana bu odamchani ustiga bosamiz va mana bu shartlarni qabul qilamiz. Qabul qilganimizdan keyin bizda onlayn registratsiyadan o'tgan bo'lsak, telefon nomer, parol so'raydi. Registratsiyadan o'tmagan bo'lsak, mana bu olovrang tugmani ustiga bosamiz va mana bu tugmani ustiga bosamiz. Уже mana biza tabaga o'xshab registratsiya jarayoniga kirib oldik. Endi 86 dan ustiga bosib, o'zimizning telefon raqamimizni kiritib registratsiyadan o'tib olamiz. Endi bu yerda eng pastiga tushamiz. O'zbekiston mamlakat kodini qidirib topamiz. Hop. 998 kerak bizga. Mana O'zbekiston mamlakat kodi. Shuni bosamiz va o'zimizning telefon raqamimizni kiritamiz. Rozilik belgisini bosib olamiz olovrang tugmani ustiga va bizga SMS keladi. O'sha SMS kiritib registratsiyadan o'tamiz. Mana SMS keldi. 347217 347217. Уже biz registratsiyadan o'tib oldik. Endi bu programmaga manzil kiritishimiz kerak. Qaranglar, registratsiyadan o'tgandan keyin mana shunaqa joy turadigan bo'lsa, biz dumaloqchaga o'tib olamiz yana. Mana shu odamcha belgisi turgan joyga o'tib olamiz va nastroyka tugmasini ustiga bosamiz. Mana bu burchida nastroyka tugmasini ustiga bosamiz. Va mana bu yerda o'zi lokatsiyani belgisi turibdi. Shu lokatsiya belgisi turgan yozuvni ustiga bosamiz. Qarabsizlarga kirib oldik. Endi bu manzillarni bitta-bitta o'chirib chiqamiz, chunki hozir bu manzillar bizga kerak emas. O'chdi. Hop, qaranglar, sizlar kirganinglarda sizlar ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi va mana bu olovrang tugmani ustiga bosasizlar. Keyin bu yerga o'sha manzil to'ldirishimiz kerak biza. Xuddi boshqa programmalarga o'xshab yana Telegramimizga kirib olamiz. Admin tomonidan berilgan ID ni kiritib olamiz. Mana endi ID ni kopirovat qilib olaman va programmaga qaytib kiraman. Programmaga qaytib kirganimdan keyin kopirovat qilgan narsamni mana bu yoqqa qo'shib qo'yishim kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu yerga turib bosib turaman. Paste degan yozuvni ustiga bosaman, uje kirildi. Keyin mana bu tugmani bosaman. O'zi avtomatik to'ldirib beradi. Bo'ldi, mana shu to'ldirib berdi. Endi men bu 99 dan ikkita bo'lib qolgani uchun bittasini o'chiraman de. Yoniga yozaman Asomiddin 83 bu mana ID raqamim. Endi mana bu tugmani yoqib qo'yaman va men postiyan shu adresdan foydalanaman va mana bu oranjiy tugmani bosib qo'yaman. Buni oldin tekshirib olamiz, bitta screenshot qilib olamiz de. Keyin Google Translate ga kirib, men o'zim ID raqamimni shunaqa tekshiraman. Screenshot qilib olganimni